95 kilo edim. Shu ozish uchun plastik operatsiyaga kelganman. Birinchi jir oldirish operatsiyasiga shunga kelganman. Mo'ylaka aytdilar, baribir oshqozoningizni qisqartirmasak siz ozolmaysiz. Plastik operatsiya qilgan bilan siz kutgan natija bo'lmaydi dedilar. Men qanday yo'l bilan bo'lsam baribir ozishim kerak edi. Operatsiyadan keyin 2 oyga 30 kilo ozdim. 65 kiloga tushdim. Keyin hozir уже 3 yil ichiga 5 kilo vazn olganman. Hozir 70 kiloman. Operatsiyadan keyin mana 3 yil bo'lgan bo'lsa ham o'zim xohlagan ovqatimni ma'lum kam yeymiz-ku, o'zi ko'p ovqat yeya olmaymiz-ku. O'sha o'zim xohlagan narsamni yeb bilaman. Lekin vesim bir xil, Allohga shukr. Eng xursand bo'lgan xo'jayinim bo'lganlar. Yo'q, oynaga qaraganingizda emas, baribir xo'jayinimiz, baribir erkak kishi yurganda, semiz xotin yonida yurgandan ko'ra har qanday chiroyli xotin yurgan yaxshi-ku. Gapirmaganlar menga semizsan yo men o'zim xohlaganman baribir. Birga yurgan payt u kishi ham xursand bo'lib yurishini. Restoranga borgan paytimiz, to'yga borgan paytimiz baribir xohlaydi-ku. Har bitta erkak ham xohlaydi-ku, yonida bir chiroyli ayol bo'lib yurishini. Shuni u kishi aytmasalar ham men o'zim baribir xohlaganman-da shunaqa.